Bugun men uchun juda ham baxtli kun. Bir necha yil avval qizalog'im institut eshigida turib, men institutga kirdim. Bugun men shifokor bo'lish uchun institutni qarshiladim degan so'zni eshitganman. O'sha kundan boshlab meni baxtim, meni go'zalim, meni asal qizim Asalxon tibbiyot va bo'lajak shifokorlar bilimlarini ola boshladi. Mana bugun o'z diplomini menga birinchi soniyalar o'zidayoq qo'ng'iroq qildi. Men hozir diplom oldim. Oramizda kilometrlar, men Toshkent shahrida emasman, lekin qizalog'imni olgan diplomini ko'z yosh quvonchlari bilan qarshiladim. Chunki qachondir kichkina orqangizda onajon deb yugurib yurgan qizalog'ingiz bugun kasb egasi bo'ldi. Bu juda katta baxt davlatimga, O'zbekistonga, barcha Toshkent tibbiyot akademiyasi ustozlariga kattakon rahmat deyman. Ilohim eng yaxshi shifokor bo'lsin, eng kuchli shifokor bo'lsin, odamlarga foydasi tegsin va oilalarga baxt olib kelsin. Mingdan ming shukr deyman. Farzandlarim shifokor, farzandlarim yetukli, ilg'or insonlar va bunga meni davlatim, Allohim yordam beradi doim. Kelgusida bu qizaloqni eng kuchli shifokor bo'lganini, eng taniqli shifokor bo'lganini, eng insonlarni duosini olib yuradigan inson bo'lganligini eshitib bila yurish nasib etsin. Ilohim mana shunaqa ko'z yoshlar faqat baxt ko'z yoshi bo'lsin. Tabriklayman.